7-sinf o'quvchilarini davlatimizni sifatli va bepul maxsus maktablariga qabul qilish uchun imkoniyat ancha kengroq bo'lib, ushbu bosqichda asosan tabiiy hamda muhandislik yo'nalishlariga urg'u berilgan. Ya'ni 7-sinfdan boshlab o'quvchilar har bir tumanda ixtisoslashtirilgan maktablarning bo'sh qolgan o'rinlariga maxsus imtihonlar orqali topshirishi mumkin. Undan tashqari aynan shu maktablarning tabiiy fanlar sinflariga yangidan qabul davom etiladi. Ya'ni avval 5-sinfdan faqat aniq fanlar yo'nalishiga qabul qilingan bo'lsa, 6-sinfdan keyin o'quvchilar bu maktablarda 7-sinflariga tabiiy fanlar sinflariga qabul qilinadi. Bundan tashqari Mirzo Ulug'bek maktabi mavjud bo'lib, aynan bu maktabga ham 7-sinf o'quvchilari qabul qilinadi. Shuningdek, aynan shu maktab modeli asosida joriy o'quv yilidan boshlab deyarli barcha viloyat markazlarida maxsus muhandislik maktablari tashkil etilmoqda. Aytgancha, ushbu sinfdan qabul qilish uchun davlatimiz ijodkor yoshlarga alohida urg'u bergan bo'lib, respublikamizning 9 ta viloyatida maxsus ijod maktablari bor va asosan ijodkor yoshlar uchun aynan ushbu maktablarga ham 7-sinfdan qabul qilinadi. Ta'limga oid qanday savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirib, kanalimizga a'zo bo'ling. Ma'lumotlarimiz ma'qul kelsa, like bosib, do'stlaringizga ulashing.